So'ramoqchi, xalqqa xizmat qilishga to'g'rimi? So'kinmasdan gapiring. Yo'q, mana bari burilganingizni yurolmaysan, ko'rasizmi? Yo'q, anagacha probka. Muzgacha, probkani ko'rasizmi? Avtomobillarga borib aytib kelmasam men nazorat qilamiz. Yo'q, olmaydi. Salom alaykum. Kamani yaxshi ekan. Salom alaykum. Aka, bu yerga bitta xodim chiqsa bo'lmaydimi, aka? Nima qildi? Bu probkani qarang. Yo'q, svetofor bor bo'lgan bilan o'tib bo'lgan haydovchilar bari yurib ketib qolyapti. Svetofor ishlatib berdi buni. Bari farq yo'q. Ya, o'sha bo'lgandan keyin bitta xodim chiqib tursa bo'ladi-ku. Mana bu probka hozir misol uchun. Xodim shartnoma, svetofor ishlamasa chiqishga majbur bo'ldi. Svetofor ishlamasa lekin chiqishga majbur bo'ldi. Yo'q, aka, bu yerda maqsad faqat svetofor emas-ku, bu yerda odamlarga qulaylik yaratish-ku. Bayram kayfiyat tushunmaysizmi? Kayfiyat tushunmayapman, shuncha odamga deyapman, yaxshilik qiladi deyapman. Bo'ldi debman. Gapirib chiqib qo'ydim, bu bayram kayfiyat. Yo'q, majbur emasman deyapsiz-ku, svetofor ishlaysiz deyapsiz. Svetofor ishlasa biz majbur emasmiz. Hamma funksioner majbur bo'ladi. Bo'ldi, yo'q degani bo'pti deyapman. Kayfiyat tushunmay davom eting o'zingizda. Bo'ldi, ko'rgandek. Maqsad bu yerda faqat svetofor emas, xalqqa xizmat qilishga to'g'rimi? So'kinmasdan gapiring. Svetofor emas, xalqqa xizmat qilishga to'g'rimi? So'kinmasdan gapiring. So'kinmang aka. Xiyoli gapiring, mazgin xotirganmi yo'q? Mazgin xotirasiz. Siz nima so'kinasiz menga? Kim so'kindi hozir? So'kinmadingizmi? So'kinganim yo'q. Ha, bo'ldi, ertalab ko'rib qani o'zingiz internetda so'kinganingiz. So'kinganingiz uchun javob berasiz. Qo'l meniki, til sizniki. Siz so'kinganingiz uchun javob berasiz. So'kinganim uchun javob beraman.